O'ynadyapman. O'ynadyapman. Tepma buni ichida ham bor-ku. Mehmonni ham shunaqa kutib olishadimi? Maqtadi. Shunchaki hazillashyotdi. Qattiq ketib BTNni deb meni jazolamasangiz kerak. Assalomu alaykum o'g'lim. Xush kelibsiz. Siz topishlarni o'zim iltimos qilgandim. Sizni bunaqa kutib olishganlar uchun sizdan ming bor uzr. Siz birgalikda kabinetga chiqinglar. Sen esa burningni arta olgin. Sen bilan keyin gaplashamiz. Mening ismim Sanjar Anvarovich. Yaqinda sen men hayotimni qutqarib qolding. Seni minnatdorchilik bildirish uchun seni topishlarini so'ragandim. Senga moliyaviy yordam bermoqchiman. Seni ishingni hisobga olsak, senga pul ortiqchalik qilmaydi deb o'ylayman. Yo'q aka, pul ololmayman. Bu albatta mardlik. Lekin men senga shu yurakdan yordam bermoqchiman. Yo'q aka, ololmayman. O'g'lim, yaxshilab o'ylab ko'rgin. Aka, ochig'ini aytadigan bo'lsam, menga hozir pul zarur, chunki onamning hayoti xavf ostida. Ularni umraga olib bormoqchi edim. Lekin inson hayotini saqlab qolganim uchun ham pul ololmayman. Undan ko'ra pulni o'zim ishlab topaman. Menimcha meni o'rnimda bo'lgan odam shunaqa qilgan bo'lar. Hamma emas, adashasiz. Masalan, mening o'g'lim bo'lsa, men ustidan hadlab sakrab o'tib ketardi. Hattoki qo'limdagi soat yemishib ketgan bo'lishi mumkin. Keling, bunday qilamiz. Men hamma safar xarajatlarini qo'lga beraman. Sen esa bu pullarni ishlab berasan. Alloh, Malika, hozir men bir ismini aytaman, yozib olgan. Kompaniyamizga stajyor qilib ishga olish kerak. Isming nima o'g'lim? Mustafayev Samir Samirovich. Mustafayev Samir? Bo'lishi mumkin emas. Axir meni eng yaqin do'stim Mustafayev Samir edi. Bo'lishi mumkin emas, axir bu meni otam-ku. Axir bu meni otam-ku. Rostdanmi? Men seni otangni yaxshi tanirdim. Biz u bilan do'st bo'lganmiz. Birga armiyada xizmat qilganmiz. Bizning otamiz qamalga tushib qolganda, seni otang o'z jonini qurbon qilib, bizning hayotimizni saqlab qolgan. Men qaytib kelib, uni oilasini topishga o'zimga va'da bergandim. Qaytib kelib ularni rost izladim, lekin uddala olmadim. Men ularni topa olmadim. Meni kechir do'stim. Sen ham meni kechir, o'g'limni qilgan qiliqlari uchun. Seni otang u dunyoda bo'lsa ham, sen to'g'ri tarbiya olgansan. Men esa o'z o'g'limni majbur qilib tarbiya qildim. Hammasi joyida aka, siz aybdormasiz. Mayli o'g'lim, bu meni qarzim. Bu qarz meni bo'ynimda. Shunday bo'ldiki, men sizlarning oilalaringga 2 marta qarz bo'ldim. Taqdir bizni bekorga uchrashtirmadi. Alo, Baxti. Ano yo'ldagi it testingdan moshtam tirnab ketgan kuryer bor-ku. Короче, o'sha hozirdan oldi ofisda o'tir. Uni kuzatib yurishing kerak. Mendan chiroyli salom berib qo'yasan. Voy bola. Sen qachondan beri odamlar bilan bunaqa gaplashadigan bo'lding? Tur joyingda. Senga hali hech kim o'tirishga ruxsat bergani yo'q. Hadi. Nima siz o'sha yalang'oyonni mendan ustun ko'ryapsizmi? U xizmatkor. Men sizning o'g'lingizman. O'g'lingizman? Ey bola, agar meni pulim bo'lmasa sen kimsan o'zi? Ha? Nonko'r? Men ham kambag'al bo'lganman. Seni tilingda yalang oyoq bo'lganman. Yoshligimda ertalablari o'qib, kechki payt yuk tashuvchi bo'lganman. Sen o'zi mehnat nimaligini bilasanmi bola? Ertalab kechgacha uxlab, kechalari esa qanjiqlaring bilan yurasan. Bo'ldi. Men bu narsaga chek qo'yaman. Senga endi pulim yo'q, meros ham yo'q. Tushundingmi? Ayb o'zimda. Seni ortiqcha erkalatib olganman. Bugundan boshlab merosdansan, butunlay mahrumsan.
Hada, nima unaqdorsiz? Axir men siz o'g'lingizman-ku. Yagona o'g'lingiz. Bilasizmi, men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Ha, bola. Busiz qolishdan qo'rqyapsanmi, ha? Siz ham to'g'ri tushuning. Bu axir hammasi bu sizni butun umrlik mehnatingiz-ku. Men men oilaviy ishimizni davom ettirmoqchiman. O, Xamilyon, bunaqa o'yinlaring endi menga o'tmaydi. Mayli-da, meni kechiring. Ha. Siz xohlagan o'g'il bo'la olmayman. Sizdek otaga munosib farzand bo'la olmaganimdan men o'zim aybdorman. To'g'ri, siz haqsiz. Munosabatda bo'lishim kerak emas edi. Men hozir borib o'sha kuryerdan o'zim uzr so'rayman. To'g'risini aytsam, bitta gap aytmoqchi edim. Sen olov bilan o'ynashyapsan. Chiqqan joyingga tiqib qo'yaman. Tushundingmi? Men endi seni rosta kasimiga ehtiyot